Voh, zo'r narsa ekan-a. G'aybullami? Yo'q, qiz. Niyat qildim. Nima qilib bo'lsa ham mana shu qizga uylanaman. Endi so'raganning aybi yo'q. Kelin bola nima ish qiladi? Endi onashga biza G'aybullani oldida o'ynagan qiz bizada. Kimni topding? Onajon, G'aybullani oldida o'ynash hammaga emas. Olaman. Menga qarang, kimga o'ylanayotganingizni bilib olsizmi? Ha, G'aybullani oldida o'ynagan qizga, sizga. Davay unda erta uchrashuv. Baxtda oyi. Ishonasizmi? Tushimga ham kirmagan siz bilan birga bo'lish. Voy o'g'lim. Bu ana G'aybulla To'g'unov olti o'ynagan qizmi? Voy, bu kep-kedam to'mish qilyapti-yu. Siz bilan jiyallab turasini tutsak bo'ladimi? Men tezroq faqat shoshilyapman-da. Unashlan yigitim hozir sekin yo'qroq turing, iltimos. Bo'ldi, sog' bo'ling, rahmat. Bo'lasiz Tursunxon. Sizga ham qiyin ekan-a? Qanday qilib G'aybulla bilan o'ynagandingiz? Va eslay aytsam boru, shunaqa qiyinchilik bor edi boshimda. Intildim, harakat qildim, yashash uchun kurashdim. Voy, 3 kishi ko'ryaptim primoyizda. Endi bu ham omadda. Yashang, yashang. Dunyoning shodligi yig'ilsa butuni, do'stlar didoridan bo'lolmas ustun. Bugungi kechamizning qahramonlari Jasurjon hamda Jamilaxonlarning Uchirab o'zing qanaqa Jamila? Ana G'aybullani oldida o'ynagan qizdi. Tushundingmi? Sen bir G'aybullani oldida o'ynamaykan, ey. Michael Jackson oldida o'ynasang nima deyapding? Va qara, ertaga bolalarimizdan so'rashsa, kimning o'g'lisan desa, G'aybullani oldida o'ynagan qizning o'g'liman deydimi?